Sharq Turkistonda qattiq bosirish elib berayotgan Xitoy doiralari 40 yilga yaqin o'zlariga ishlagan sobiq dehqonchilik nazoratining naziri Akbar G'ofurni tekshirayotganligini e'lon qildi. 60 yoshli Akbar G'ofurga boshqa Uyg'ur amaldorlarga o'xshashla qonun intizomiga og'ir darajada xiloflik qilish jinoyati ortilgan bo'lib, boshqa tafsilotlar berilmagan. Xitoy hukumatining bundan burun Sharq Turkistondagi Kommunist partiyaga sadoqati ojiz deb qaralgan kadrlarga qarata ikki yuzlimchilik va bo'lgunchilik qarshi kurash nomida bostirish elib berayotgan bo'lib, hozir Xitoyning shaklvozlik va byurokrat qarshi turish nomida harakat boshlaganligi o'tirib chiqdi. Xitoy doiralari bu vaqtda masalaning 20 xil hal qilish yo'li nomida bir dokument e'lon qilgan bo'lib, jinoyat sodir qilgan milliylarga qanot yapgan yoki doiralardan yo'shirgan kadrlarning jazolanishiga doir ba'zi belgilamlar uqtirish qilingan. Xitoy harbiy qismlarining harbiy avtomobil va paroxotlarining navbat olmishi uchun 3 oydan buyon jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilish haqidagi qonun loyihasiga qarshi namoyish davomlashayotgan Hong Kong alohida ma'muriy rayoniga kirganligi bildirildi. Shinhua to'rining xabar qilishicha, Xitoy ozodlik armiyasining askarlarini to'shiydigan harbiy avtomobil va paroxot navbat olmishi vazifasini ijro qilish uchun Huanggang porti orqali shu yer vaqti soat 4 atrofida Hong Kongga kirgan. Bu avtomobil va paroxotlarda qanchalik askarning yetkazganligi haqida bir ma'lumot berilmadi. Lekin buning Hong Kong 1997-yili Angliyadan Xitoyga qaytarib berilgandan buyonqi 22-qatimliq navbat almashtirish ekanligi bildirildi. Yaman Mudofaa Ministrligi Arab Birlashma Xalifaligining havo hujumlarida o'lgan va yaralanganlarning sonining 300 dan oshganligini uqtirdi. Yaman Mudofaa Ministrligi Arab Birlashma Xalifaligiga tava aeroplanlarning vaqtliq poytaxt Aden va Abiyanda hukumat qismlariga qartilgan havo hujumida o'lgan va yaralanganlarning sonining 300 dan oshganligini bildirdi. Bayonotda Arab Birlashma Xalifaligining Aden va atrofi bilan Abiyanning markazidagi Zanjibarda taxminan 10 havo hujumi ilib borganligi, Arab Birlashma Xalifaligi aeroplanlarining hilham uchayotganligi bildirildi. Pakistan armiyasi kechida muvaffaqiyatli bir shaklda ballistik boshqariladigan bomba siniqi ilib borganligini e'lon qildi. Pakistan armiyasining bayonotchisi general Asifa G'afur boshqariladigan bombaning 290 kilometr yiroqlikdagi nishonlarga zarba bera oladiganligini va har xil o'q boshlarini to'shiy oladiganligini aytdi. Rossiya Federatsiya harbiy texnika hamkorlik xizmatlari axborot ishxonasining e'lon qilishicha, Hindiston S-400 havo mudofaa sistemasi sotilish uchun Rossiyaga zakolat puli to'lagan. Amerikaning embargo tahdidlariga qaramasdan Rossiyaning havo mudofaa sistemasini sotilish qaroridan voz kechmagan Hindiston zakolat puli topshirdi. Rossiya sun'iy amroh to'riga yetkazilgan bir manbada bu tema hal bo'ldi. Texnik tafsilotlar haqida bir narsa demaymiz dedi. Rossiya Federatsiya harbiy texnika hamkorlik xizmatlari muavin mudiri Vladimir Dorojo bundan burun Moskvaning bu yil oxirigacha Hindistondan zakolat puli olishni umid qilganligi, buning bilan S-400 to'sh ishlarining 2020-yil boshlanib 2025-yil oxirlashadiganligini aytdi.